Qadrli savodashlar, bugun 11-12 darsni o'tamiz. 11-12 darsda asosiy so'zlaydig'ini biz mening sening degan o'ngni bo'lgan, ya'ni my desak mening o'lti, your desak sening o'lti ishnago. Endi agar men palonchining yoki po'konchining yoki o'qituvchining desam, uni qanday ifodalayman? Bu ikki darsda asosli o'rgatadigan shu ikki narsa. Lekin shu videodan keyin men YouTube'ga haqsiz yo'llamayman. Sizlarning yo'llamasligingizni umid qilaman. Agar qatnashadiganlar bo'lsa, pul topshirib qatnashchi bo'ldi, ha. Endi 11-darsning so'zliklariga qarab boqaylik, ha. 11-darsning so'zliklariga qarab boqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan. Bir nima ekan? Bir aba ekan. Uni qo'shsak who, zni qo'shsak whose. Yoki whose deb c asanlan bo'ldi, yoki z asanlan bo'ldi. Whose. Whose degan kimning degan gap, ha. Kimning. Bumi biz oldin qatim o'rganib o'tgan what, ha. What. Degan o'xshash, ashning o'xshash, ya'ni alayda so'roq so'zi. Ikkinchi so'zning birinchi tovushi ekan bihga. Bihning kelishini ekan lga. Lg'uni qo'shsak lu, ha. Blue, ha. Blue. Blue degan gap, ya'ni ko'k ranglik degan gap, ha. Endi keyingi so'zlarga qarab baqsak, keyingi so'zning birinchi tovushi ekan pga. Pga erni qo'shsak per. Qa ani qo'shsak ha. Pni qo'shsak hap, sni qo'shsak haps. Perhaps. Yani bu yerlik urg'u qaysi ekan? Shunga kuchli qilamiz, ha. Perhaps, ha. Perhaps. Ana keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Wh ekan. Ya'ni wh degan gap, ya'ni eg'iz o'tirg'ish qilib ikki yoqqa chiltishnago wh. Whga ayni qo'shsak white, ni qo'shsak white. White degan oq ranglik degan gap, ha. Oq ranglik degan gap. Endi keyingi so'zlarga qarab baqsak, keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Pga. Pga erni qo'shsak per. Qa ani qo'shsak ha. Pni qo'shsak hap, sni qo'shsak haps. Perhaps. Ya'ni bu yerlik urg'u qaysi ekan? Shunga kuchli qilamiz, ha. Perhaps, ha. Perhaps. Ana keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Wh ekan. Ya'ni wh degan gap, ya'ni eg'iz o'tirg'ish qilib ikki yoqqa chiltishnago wh. Whga ayni qo'shsak white. Ni qo'shsak white. White degan oq ranglik degan gap, ha. Oq ranglik degan gap. Ana keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ni qo'shsak catch. Ni qo'shsak catch. Catch degan tutib olish degan gap. Endi bu yerda diqqat qildig'inglar catch deganni ikki xil og'il bo'ldi, ya'ni tiz og'il bo'ldi, ya'ni ko'tarangi, ya'ni yuqori ovozda sanglim bo'ldi, yoki tiz sanglim bo'ldi, yoki catch, ha. Catch. Qaysi asanglar to'g'ri bo'laverdi, ha. Ham butun so'zliklarni o'qilishga qarab boqaylik. Whose, kimning. Perhaps, balkim. Blue, ko'k ranglik. White, oq ranglik. Catch, tutib olish. Whose, blue, perhaps, white, catch. Whose, blue, perhaps, white, catch. Ana 11-darsninki tekstga qarab boqaylik. Whose shirt is that? Au kimninki nimasi deydi? Ya'ni ko'ptisi deydi, shirtni biltoq. Is this your shirt, Dave? Yani Dave, bu seninki koptangmi? Buni biltoq qaranglar. This is your shirt. Bu bo'lsa sening koptang. Izni oldiga chiqarsak nima bo'ldi? Is this your shirt, Dave? Yani Dave, bu seninki koptangmi degan gap, ha? Anakin Dave nima debdi? No sir, yo'q efendim. It's not my shirt. Bu mening koptam emas. This is my shirt. Bu bo'lsa mening koptam. My shirt blue. Mening koptam bo'lsa ko'k ranglik. Bu yer qisqartirilgan so'z, men keyindan tushuntirmayman. Is this shirt Tim's? Bu Timning koptisimi deydi ananikina. Perhaps it is, sir. Balkim shundoqdir efendim deydi. Tim's shirt's white. Timning ko'ynagi bo'lsa, koptisi bo'lsa oq ranglik deydi. Tim deb chaqiryapti. Undash belgisiga qaranglar. Ya'ni Tim deb chaqiryapti. Tim desinmadi. Yes sir. Ha efendim, nima gap bo'pti? Ha dedi. Is this your shirt? Bu sening koptangmi? Yes sir. Here you are.
catch. Yani here you are ni biz o'rganib bo'lgan ma ala degan gapda. Catch degan ma ala tutib ol degan gap. Thank you sir. Rahmat apandim deydi. Yani tercümesi qanday chiqadi ekan? Whose shirt is that? O kimning koptisi? Ha? Is this your shirt, Dave? Dave bu senin koptangmı dedi. No sir. Yo'q apandim. This is not my shirt. It's not my shirt. Ajraq to'g'ankin, it's not my shirt. O mening koptam emas. This is my shirt. Bu mening koptam. My shirt is blue. Mening koptam bo'lsa ko'k ranglik. Is this shirt Tim's? Bu Timning koptisimi dedi. Perhaps it is, sir. Balkim bu bo'lsa apandim. Yani balkim shunaqto apandim dedi. Tim's shirt's white. Timninki koptisi bo'lsa oq ranglik. Tim chaqiryapti-da. Hey Tim degan gap, ha? Tim dedi. Tim desa, yes sir. Ha, apandim dedi. Is this your shirt? Bu sening koptangmi? Yes sir. Ha, shundoq. Here you are. Here you are biz o'rganib bo'lgan. Here you are degan gap ma ala tuta degan gap ko'z oldimizga demga. Ol deganning ma'nosi va catch, tutib ol deydi. Thank you sir. Rahmat apandim. Endi bugun intayin muhim bir narsani o'rganamiz, ya'ni Tim, ha? Tim degan bu odamning ismi shunaqo. Biz mening, sening deganni o'rganib bo'lgan, mening deganni my deydik, sening deganni your deydik. Endi boshqa qism kelib qolsa, masalan, Timninki, yoki Olimninki, yoki O'psargulninki, yoki Tomtajgulninki desamchi, Tomtajgulning, O'psargulning yoki Olimning desamchi. Unda vaqtida shu Olim, Tomtajgul yoki O'psargul degan gapning keyiniga, ya'ni ismning keyinining ustiga bir pesh qo'yib aslini qo'shib etsanglar, shu odamning degan ma'ni bildiradi. Ya, shu odamning degan ma'ni bildiradi. Yani ismlarning keyiniga, odamlarni bildiradigan ismlarning keyiniga usti tarafiga bir pesh qo'yib aslini qo'ysanglar, shu odamning degan gapni bildiradi. Endi ostiga qilsanglar, shirts degan gap, shirt is degan qisqartirilmasi ko'pda bo'lsa degandan-ki. Yani ikkisining farqi nima ekan? Ya'ni agar odamlarni bildiradigan ismlarning keyiniga agar odamlarni bildirgan ismlarning keyiniga üst tarafiga bir pesh qo'yib aslini qo'yib olsak, shu odamning degan gapni bildirdi ekan. Agar narsalarning keyiniga, ya'ni narsalarning keyiniga, narsalarni bildirgan ismlarning keyiniga üst tarafiga bir pesh qo'yib aslini qo'ysanglar, shu narsa bo'lsa deganning qisqartirilma shakli ekan, ha. Bu ikkisiga cho'qim alohida diqqat qilishinglar kerak. Ana keyin here you are degan gap, ma alla degan gapdir-ku. Masalan, o'xshash qoida bo'yicha Nurimanning demoqchi bo'lsam nima ekan? Nurimans. Ya'ni aslida shu Nuriman degani keyiniga qo'yib, ya'ni Nuriman degani keyiniga bir pesh qo'yib, aslini qo'yib olsamlar, Nurimanning degan gap chiqadi. Olim deganining keyiniga bir pesh qo'yib, aslini qo'yib olsam, nima bo'ladi? Olimning. My daughter degan gap adamni ko'rsatgan bo'lsa, qizimning demoqchi bo'lsam, qizim degan my daughter deb ust tarafiga pesh qo'yib aslini qo'ysam, qizimning bo'ldi ekan. Bu yerda yana bir sil bilish tegishli, yana bir intayin muhim grammatikaning birisi bor. Muhim degilim bo'ldi, yoki tushunib olishga tegishli grammatik bor, ya'ni this shirt is Tim's. Bu kopti bo'lsa Timning, yoki this is bu bo'lsa Tim's shirt. Bu bo'lsa Timning koptisi. Yani bu ikki gapning ma'nosi qanday Uyg'ur tilida yoki ingliz tilida o'xshash. Faqat jumlaning tartibi bilan o'xshamaydi. Qanday tartib o'xshamaydi? Uyg'ur tilida o'xshash deymiz. Bu bo'lsa mening mashinam. Shunaqa, bu bo'lsa mening mashinam. Yoki bu mashina bo'lsa mening. O'xshash. Ya'ni men degan chaqda kesim bilan kelgan jumlaning tartibi Uyg'ur tilida o'xshaydi degandim-ku. Bu tekstga is this shirt Tim's degan gapning ma'nosi bilan is this Tim's shirt o'xshash bir gap. Ya'ni bu nima degan gap degan chaqda Uyg'ur tilidagi bu bo'lsa sening mashinang yoki bu mashina bo'lsa sening degan gap bilan o'xshash gap. Yani miyadikisi bu bo'lsa Timning koptisi yoki bu kopti bo'lsa Timning. Unda bo'lsa this shirt is Tim's. Bu kopti bo'lsa Timning. Endi bepilni oldiga chiqarib olsam, men kesin pilni oldiga chiqarib olsam, so'liga aylanib shunaqa, izni oldiga chiqarib olsam nima bo'lgan? Is this shirt Tim's? Ya, bu kopti bo'lsa Timning mu degan ma'no chiqadi. Endi oldingi jumlacha this is Tim's shirt. Bu bo'lsa Timning koptisi, izni oldiga chiqarib olsam-chi, is this Tim's shirt desam o'xshash. Ya'ni bu Timning koptisi mu degan gap. İki gapning ma'nosi o'xshash. Birsi bu bo'lsa Timning koptisimi
degan gap, ya'ni bir bo'lsa bu ko'pni bo'lsa timningmi degan gap. Uyg'ur tilida o'qimoqchi. Shunlashib bu yerda farq yo'q. Ya'ni bu til bilan tilning orasida bak cho'ng farq bo'lmaydi. Ya'ni demakchi this is Tim's shirt. Ya'ni Uyg'ur tili bilan o'xshashgan tartibi shunaqa, bu bo'lsa timning ko'ptisi. Izni oldiga chiqarib bersak, is this Tim's shirt? Bu bo'lsa timning ko'ptisimi degan gap ma'nosi chiqadi shunaqa. Undan yana bir xil deysiz-chi, bu ko'pti bo'lsa timning. This shirt is Tim's. Bu ko'pti bo'lsa timning. Izni oldiga chiqarib bersam, yana kesim fe'lni is this shirt Tim's? Bu ko'pta timningmi degan gap. Yani ikkisining ma'nosi o'xshash, faqat deydi sullam o'xshamaydi, bak qaymoqib ketishni aytdi. Qanday desanglar o'xshash. Endi yana bir grammatik qarasanglar bu yerga whose degan kimning degan alohida savol ekan-ku. Agar o'xshash bir nima bu kimning bir narsasi demakchi bo'lsak, narsa degan whosedan keyin keldi. Ya'ni xuddi what qaysi degan ma'no bergan chaqda qaysi deganni aniqlayotgan so'z shuni aqsa kelgandek o'xshash bir qoida. Nasa buni ko'rib bo'lsa, whose shirt is this? Bu kimningki ko'ptisi. Shunaqa. Buning kelishmayversa mumkin this shirt is Tim's. Bu ko'pti bo'lsa Timning. Izni oldiga chiqarsak oddiy so'roq jumlaga aylanadi. Whose is this shirt Tim's? Bu Timning ko'ptisimi? Shunaqa. Undasa bu kimning ko'ptisi demakchi bo'lsam, nima deyapman? Whose shirt is this? Yani demekçi kimning bizmisi demekçi olsam, kimning deganiga u aniqlayotgan ismni yo'tkaydi ekanman, qag'aya shubhat turdi ekan. Yani demekçi o'g'limiz, ya'ni this shirt is Tim's. Bu ko'pta bo'lsa Timning. Is this shirt Tim's? Addiy so'roq jumlasi bu Timning ko'ptisimi? So'ngra bu ko'pta Timningmi degan gap qo'y. Unda bu kimning ko'ptisi? Kimning ko'ptisi bo'lsa whose shirt is this? Endi men bunda desam-chi, bu ko'pti bo'lsa kimning, ya'ni bu yer kimning degan ayrim kelyotidi. Kimning bizmisi emas, palonch narsa bo'lsa kimning deyaptimi? Unda desam bo'ladi. U vaqtda hech qanday o'zgartishning hojati yo'q. Masalan, this shirt is Tim's. Bu ko'pti bo'lsa Timning. Izni oldiga chiqarsak nima ekan? Savolga aylanadi ekan. Is this shirt Tim's? Bu Timning. Bu ko'pta Timning mu degan gap. Undasa bu ko'pti kimning desamchi. Undasa Whose is this shirt? Whose is this shirt? Bu ko'pti bo'lsa kimning? Bu qaysini desanglar o'xshash. Lekin diqqat qildiringlar, masalan, kimning bir narsasi demoqchi bo'lsak, cho'qim bir narsasi deganni whosening keyiniga yo'tkaytisizlar, boshqa cho'ng masala yo'q. Tekstni o'qilishga qaranglar. Burunqidaglar yana asta bir qatim, normal bir qatim, antiz bir qatim o'qib turmay, sizlar mashq qilganchaqda shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Asta o'qilishi, Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave? No, sir. It's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue. Is this shirt Tim's? Perhaps it is, sir. Tim's shirt's white. Tim, yes, sir. Is this your shirt? Yes, sir. Here you are. Catch. Thank you, sir. Normal o'qilishi, Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave? No, sir, it's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue. Is this shirt Tim's? Perhaps it is, sir. Tim's shirt's white. Tim, yes, sir. Is this your shirt? Yes, sir. Here you are. Catch. Thank you, sir. Endi 12-chi darsning so'zliklari qaranglar. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Fga. Fga ani qo'shsak fa. Anoniki nima ekan? Tilni tishlagan vga. Vga erni qo'shsak there. Father. An so'zda kelamiz, so'zligan ekan. Father. Father degan dada degan gap, Ikkinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Mga. Mga ahni qo'shsak ma. Vga erni qo'shsak there. Mother. Ya'ni demakchi father deganni so'zsizlar, mother deganni so'zmaysizlar. Ikkoning farqini men aytib qo'ygango. Father dada, mother apa degan gap, ana. Endi mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Bga. Ikkinchi tovushi nima ekan? Lga. Lga ow, Amerika tilida ow, ingliz tilida ow chiqadi dedim-ku. Ow, Lga avni qo'shsak low, sni qo'shsak louse, blouse. Blouse degan gap, ya'ni ayolcha ko'pta, ayolcha ko'pta. Blouse. Ya'ni angliklar blouse deb oldi. Anondan keyin
keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shqani qo'shsak se. Yana bir sinni qo'shsak sis. Tqa erni qo'shsak tur. Sister. Sister degan gap acha yoki singil degan gap. Hem buni achisi deganni elder sister deymiz, singlisi deganni younger sister deymiz. Bu chiqqan chaqda ananikini degan sangli bo'ldi. Sister deganniki acha yoki singil degan ma'nolig'ini sangli bo'ldi. Ama so'zning birinchi tovushi nima ekan? Tgan. Tqa ayni qo'shsak tie. Tie degan galastuk. Galastuk. Anonikin nimkan birinchi tovushi b ekan. Ikkinchi tovushi nimkan? R ekan. R'ni qo'shsak ra, bra. V'ga r'ni qo'shsak ther, brother. Uyg'ur til brother deb qo'yamiz-ku. Brother degan gap ingliz tilda nima desanglar, aka yoki ini. Aka yoki ini. Ana keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan. Bravo aka. Qayni qo'shsak he, sizni qo'shsak his. His degan u erning. U balının degan gap. Yani demekçi u erning u o'g'il balining. Yani demekçi erlar ulab qolib qolsa, ma'lum bir kishininki, yani ismini atamay, balininki yoki o odamninki demoqchi bo'lsak, nekimiz his, his. Ana undan u qiz balining deganjo ma'ni birinchi tovushi nima ekan? Qa erni qo'shsak her. Her degan u qiz balining degan gap. Yoki u ayolning degan gap. U ayolning u qiz balining. Ayollarga ismini atamay turib palonchining emas, balki ayolning yoki qiz balining demoqchi bo'lsak, nima ekamiz? Her deyotganmiz. Anonki buning bir necha xil o'qilishini tanqib qo'ydik. Ya'ni o'tirishdagi er deb o'qilishi, ya'ni mi chiqmaydigan holat o'qilishi jumlaning ichida bo'ladi. Oldida boshqa so'z kelsa, ashni talaffuz qilmaymiz. Ama bu qanday vaqtida ashni talaffuz qilmaymiz degan chaqda, men vaqt kelgan chaqda sizlarga tushuntirib berman. Masalan, qanday vaqtda degan chaqda, masalan, tell her. U qizga deb qo'ying degan bir gap bor. Masalan, tell her. O qizga dang, o qizga aytib qo'ying. Ham shu yerga kelganda nima may tell her lam deb qo'yamiz. Ya'ni nima maymiz, shuna vaqtida deb bilalimda tell her. Uning deb qo'ying, o qiz bolaga deb qo'ying degan ma'no chiqadi. Ham butun so'zliklarning o'qilishi, father, dada, mother, apa, blouse, ayol chikopta, sister, acha yoki singil, tie, galastuk, brother, aka yoki ina, his, u erning, u o'g'il balaning, her, u ayolning, u qizning, father, mother, blouse, sister, tie, brother, his, her. Hem de 12. asrınki tekstini hem to'g'rilikkan bir rasmlarni berib turib, handbag, qo'l so'mkisi anaqanikan, stylus deb turib, unda bo'lsa styllarning qo'l so'mkisi deganni zat nima deymiz degan ma'no ekan. Birinchisi nima deymiz? Stylus handbag. Ikkinchisi Paul's car. Üçüncüsü Sophie's coat. Dördüncüsü Steven's umbrella. Beşincisi my son's pen. Altıncısı my daughter's dress. Yedincisi my father's suit. Sekizincisi my mother's skirt. Dokuzuncusu my sister's blouse. Onuncisi my brother's tie. Yani 22. resimden ma'nosi nima ekan? Stylus handbag. Bu bo'lsa Stellaninki qo'l so'mkisi. 23. resimchi Paul's car. Bu Paulning mashinasi. 24-chi Sophie's coat. Bu Sophieninki paltosi. 25-chi Steven's umbrella. Bu Stevenninki nimasi kunligi. 26-chi my son's pen. Bu bo'lsa mening balamning qalami. 27-ci my daughter's dress. Bu bo'lsa mening qizimninki nimasi ko'yniki. 28-ci my father's suit. Bu bo'lsa mening dadamninki suit degan nimati, ya'ni kostyum burlikisi. My mother's skirt. Bu bo'lsa mening opamninki yopkisi. 30-ci nima ekan? My sister's blouse. Bu bo'lsa mening singlimninki nima? Koptisi yoki achamning koptisi. 31-ci
Qadrli savodashlar, bugungi 11-12 darsimiz mishada yig'lashdi. Oldi bilan sizlardan kechirim so'rayman, chunki ma'abdagi keyingi darsni yo'llamay qoldim, chunki mening telefonim ham kompyuterim ibtidoiy holatda bo'lg'achqa ba'zi iqtidorlarni aytdi, turoqsiz holatda bo'lib qoldi. Shunlashqa vaqtida yo'llamay qoldim. Bugun bu qadamliq topshiriq yana o'xshash so'zliklarni 10 qatim ko'chirsizlar, tekstni 2 qatim ko'chirib, menga yo'llab bersizlar. Yo'llama qoldi qilinglar, cho'qim menga yo'llab bersizlar. Cho'qim menga so'zlikni 10 qatim, tekstni 2 qatim ko'chirib yo'llab bersizlar. Bu ishninga alohida diqqat qilinglar. Andan keyin biz mashq darsida talaffuz, grammatika, so'zlik, tekis ham mashqlarni olib boramiz. Shu orqali ingliz tili internet mukammal holatda o'rgatilib menildi. Shunlashqa bugungi darsimiz yaxlashdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar.